1,5 yildan beri chiqardi. Grili o'tgan yili yozda boshlangan, gastrit bo'lganman. Уже почти 1 oy bo'ldi, Irodapaga kelib lechение olyapman. O'tgan yil chiqishni boshlaganda 2 oydan keyin doktorga borganmiz. Doktor birinchi dermatologga emas, terapevtga borganmiz. Gastrit degan, kech kelgansizlar degan, уже yazvaga aylanyapti degan. Поэтому yuzingga o'g'ri chiqyapti degan. Lechение yozib bergan, dorilar, dieta hammasini olganman. Dermatologga обязательно borasan degan, lekin dadamga aytdim, ishonchi yo'q ko'pchilikka, yaxshisini topish kerak degan. Shu bilan qolib ketdi. 1 yil уже o'tib ketdi. Уже yaqinda sentyabr boshida keldim Irodapaga Instagramdan qarab. O'tgan yildan beri kuzatardim. Lekin kelmadim, yo'q, uncha ishonmasdim-da. Keyin уже kelib, birinchi kundan уже effekt sezilgan. Уже ancha yaxshi tozalanib qoldi yuzim. Почти 1 oy bo'ldi, уже ancha ketgan. O'tgan yil rosa chiqar edi. Gastritga lechение oldim, dorilarni. Oshqozonim tuzaldi, lekin problema yuzim o'zida qoldi. Irodapaga kelganimda ancha 8 tacha analiz topshirdim. Aytdi, "Основном problema yuzingda" dedi. Irodapadan oldin ham bitta dermatologga borib ko'rdim. U просто так dieta yozib berdi, keyin dorilar yozdi. Irodapa ham dermatokosmetolog bo'lgani uchun ham yuzni davolab, ham dorilar ham yozib berdi. Hozir dori ham ichyapman, ham yuzimni ham chiska qilib, ukollar qilib davolayapti. Irodapa вообще qo'llari gul, zo'r qilib beradilar. Muomalalari ham zo'r. Birinchi shu Instagramda ko'rganimda уже ishondim, что tuzatib beradilar. Qolgan videolarda ham patsientlarni ko'rdim, do-poslelarni. Shu qo'llari gul kelish kerak Irodapaga.